Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Men xudo xolasa bugun yemlar narxlarini tanishtirib o'tamiz. Bu yerda Samarqand Pazarg'om juma bo'yicha eng optim joyi hamda xohlagan tonalaringizga yetkazib beradigan, o'zimiz ukamız Abbos ukamizning yemxonasi bo'ladi. Bu yer Sinajdan tortib Shulxa, Pulxa yana Simichka bir nima deganlari ham bor ekan, ular ham kelgan. Ana shuni to'liq narxlarini hamda adresimiz qayerligini to'liq tushuntirib o'taman men o'zim. Bu yerda shuna kirib kelishda bu tomondan Buxoroskodan kirib kelinadidagina bu tomonga Taxta bozoriga ketadi. Oldingi eski mol bozoriga ketadigan yo'l. Mana bu yer. Manzil, men to'shin tushuntirib o'taylik. Yana ham agar tushunmagan joy bo'lsa, telefon qilib, lokatsiyani so'rab olaverasizlar. Masalan, bismillah deb Abbos ukamizdan yemlar narxini tushuntirib bering Abbos aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz rahmat, xudoga shukr. Keling. Bu yerda nima qanaqa mahsulot, narxlari necha puldan tushuntirib o'tsangiz. Narxi 5,5 ming so'm, paraxa katta qo'rg'on paraxasi aka. Katta qo'rg'on paraxasi bu endi bugungi chislomiz 25-dekabr 2025-yilda narxi. Erta mo'sh tushishi ham mumkin, sal ko'tarilishi ham mumkin. Shunday. Ha, endi yangi yildan keyin, yangi yilgacha shu narxda bo'ladi, lekin to'g'rimi? Ko'proq ob'yom olsa kelishtirib beraveramiz. Agar katta ob'yom olinsa, kelishtirib beramiz, deyapti. Mana paraxa yemlar bu. Paraxasi unday qalin emas, yuqa ekan, mana yaxshi prislangan, ichi paxta emas. Bunisi nima ekan? Bu Navoiyniki. Bu Navoiyniki. Bu nech pul? 6 ming so'm. Narxi shulxasi yo'q. Ichida shulxasi yo'q, narxi 6 ming so'm. Narxi 6 ming. Bu ham kelishadigan joyi bor. Sirojning o'z kanalidan keladigan bo'lsa. Tak, bu yerlarda nimalar bor ekan? 6700 so'm. Jomboy granulasi. Jomboy granulasi. Aeroportma deyilgan shuni? Ha, shu. Ha. 6700 so'm. 6700 so'm. Yana ham kelishadigan joyi bor. Ha, kelaversin ha. Buni ham kelishadigan joyi bor. Bu xaltali kepaklarmi bular? 90 ming so'm. Va xaltali kepak 90 ming so'm. Kepaklar ko'tarildi. Endi bu bizlar kanal endi Chorva kanali hisobi. Shuni aytib o'taylik, ko'tarildi boshqa kepaklar. Bu qachon tushishi mumkin endi bu? Aka bilmadim uni. Aniq emas, qachon tushishi. 90 mingdan yana ham bu ham kelishsak bo'ladimi? Buni ham kelishamiz. Razmli kepaklar bor ekan mana. Bu nech puldan? 3,5 ming so'm bu. 3,5 ming so'm kepak. Kepagi zo'r lekin mana qip-qizil bo'lib turibdi. Shunday suvga solganda ham oppoq uni chiqadi buni. Chunki o'zim shu yerdan borib mollarimga beraman, zo'r kepagi. Yana nimalar bor? Bu yerda tuzlarni ham tushuntirib o'ting-da. Bu yerda hamma narsa to'liq ma'lumot bo'lsin. Tuzlar nech pul ekan? 10 ming so'm bu. Bu 10 ming so'm. Qanaqa tuz bu? Vitamin tuz. Vitamin tuz donasi 10 ming so'm. Ha, donasi 10 ming. Bu tuzchi? Bu kilosi 1300 so'm, sotishga oladigan bo'lsa 1000 so'm qilib beraveramiz. Kilosi 1300 so'm ekan. Agar misol mahalla qishloq joylardagi yemxonalar olamiz degan bo'lsa 1000 so'mdan qilib berasiz. 1000 so'm qilib beraveramiz. 1000 so'mdan qilib beray ekan, mana. Yana shunday bu tomonda nimalar bor? Sinajlar ham bor ekan. Sinajlarni aytib o'taylik. Sinaj 22 ming so'm beramiz. Sinaj 22 ming. Bo'lishi 22 ming, ha? Ha, bo'lishi 22 ming, 20 kilo olsa. 20 kiloligi bo'lishi 22 ming ekan. Bu oshxonasi yo'q ekanda bir ko'rsatsak. Bu yerda nima ekan? Shulxa. 3800 so'm qilib beramiz shulxani. Shulxa 3800 so'm. Chigiti ko'pmi ichida, yaxshimi? Bor, ha, mag'iz bor. 3800 so'mdan qilib beray ekan chigitni. Buni ham kelishadigan joyi bormi? Bor, albatta. Shulxani kelishadigan joyi bor. Endi siz Sirojda o'z kanalidan kelasizlar, xohlasa. Manzil tushuntirib o'tdik. Hammasidan kelishtirib qilib beradi Abbos ukamiz mana. Bu yerda mana shu yerda arzon akfa deb yozib qo'yibdi. Mana shu akfaga naprotiv. Mana. Hammangizga katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga kommentariya yozib, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Faqat foydali video chiqarishga harakat qilamiz. Videoda kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr.